Do'stlar, bugun sizlar bilan Helix bo'ladi. Do'stlar, bugun sizlar bilan ssenariy o'ynaymiz. Portugaliya bilan Ispaniya. Qani boshladik. Kirayapti. Va Portugaliyani o'zini ko'ramiz. Netoni o'rniga Leao tushsin. Va qolganlari tursin. Keyin o'qona qilamiz. Hozir bizga skor 1 gol with Cristiano Ronaldo. Ronaldo bilan gol uryapti. 3 ta ana bergan. Qanday boshladik? Xo'p, Bernardo Neves. Vay do'stlar, xato ketib qoldi. Ruben Neves, Ruben Dias, Bruno. İspaniyaliklar olib qo'yishdi. Heysen, Vitinha, Bruno. İspaniyaliklar. Neves Ronaldo'ga, Ronaldo. Heysen'ni o'tmayapti. İspaniyalikni tashtalarda o'tmayapti. Williams. Bruno Fernandes gol urdi. Leao. Ronaldo'ga tegdi. Ronaldo kimga pas berdi? Neves. Ronaldo'ga pas berdi. Pedro Porro va Ronaldo. Gol do'stlar. Ronaldo bilan gol urdik. Hisob 3-2 biz oldindamiz Portugaliya hisobiga. Xato ketib qoldi do'stlar. Xo'p. Bruno Fernandes chaldi va gol. 4-2 hisob. Ronaldo dubl qildi. Heysenga qizil. Maç ham tugadi. Biz 4-2 bilan yutdik. Va bizga Ronaldo bilan gol urganga 30 ta tanga beryapti. Bu yana bitta ssenariy do'stlar. Uni ham o'ynaymiz. PSG bilan Napoli ekan. Spinazzola bilan gol urish, Lobotka bilan assist berish ekan. Qani ketdik. Hop. Napolida hammasi pashti sariq bo'lgan. Spinazzola va Sashnik hujumchiga qo'ygan, mayli. Hop, Okafor. Do'stlar, Napoli seriyani yutgan uchun hammasini pashti sariq qilib qo'yibdi. Qani Spinazzola. Hop. Free kick. Kvaratskhelia oldi. Jarohat topdi. Hop, Lobotka. Rahmani
birinchi taym tugadi. Spinazzola. Endi esa xo'p, Fabiandan qo'yamiz. Lukaku. Xo'p, Spinazzolaga pas. Qo'ydi, yaxshi. Va gol. Lukaku birinchi golni urdi. Hisob 2-1 yutqazyapmiz. Marquinhosga qizil berildi. Xo'p. Lukaku Mktominay va birga bir vaziyat. Donnarumma seyv qildi. Mktominay urolmay qoldi. Shuni Labotka pas bersin. Labotka chiqarib beradi. Spinazzola ursa zo'r bo'lardi. Mana birinchi shartni bajardik. Labotka assist bersa. Mktominay gol urdi. Endi Spinazzola gol ursa, ikkalanani ham bajargan bo'lamiz. Spinazzolaga pas. Xo'p, Mktominay Spinazzolaga va ofsayd do'stlar. Gol urdi, lekin ofsayd bo'lib chiqdi. Lukaku xato tepdi. Lukaku mayli. Shtraf mayli, shtrafni. Politano, Donnarumma, Vitinha, Labotka, Spinazzola. Offside. Nima bo'lganini ham tushunmay qoldim. Rahmani Spinazzolaga pas va Fabian. Spinazzola gol urolmadi va ssenariyimiz ham tugadi почти. Voy do'stlar, hujum. Yugur. Gol ur. Xo'sh do'stlar. 3-2 oxirgi daqiqada gol va ikkala shart ham bajarildi. Spinazzola gol urdi va full time do'stlar, matchimiz tugadi. Biz ikkalasini ham berganimizga 50 tanga berdi. Va bugungi ssenariyimiz tugadi do'stlar. Bugun hammangizga rahmat. Do'stlar, bugungi videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, sizlar bilan men Felix bo'ldim. Rahmat sizlarga. Xayr.